Assalomu alaykum hammaga. O'tgan darsda biz funksiyalarni e'lon qilgan va ishga tushirgan edik. Lekin funksiya shunchaki konsolga ma'lumot chiqarish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Professional dasturlashda funksiya bu ma'lumotni qayta ishlovchi qora quti deb ataladi. U ichkarida murakkab amallarni bajaradi va bizga yakuniy natijani topshiradi. Bugun biz mana shu natijani tashqariga olib chiqish quroli, ya'ni return operatorini tahlil qilamiz. Bugungi darsdan keyin sizning funksiyalaringiz gapirishni va natija bilan ishlashni o'rganadi. Endi boshlaymiz. Ko'pchilik o'rganuvchilar nega return kerak? Axir konsolda ham natija ko'rsatyapti-ku deb so'rashadi. Keling, buni hayotiy misolda ko'ramiz. Konsollik bu ko'chadagi e'lon, faqat ko'rish mumkin. Return esa sizning qo'lingizdagi naqd pul. Uni xohlagan joyda ishlatsangiz bo'ladi. Endi buni kichik misol bilan tushuntiraman. Boshlaymiz. Endi bu yerda natijani ko'ramiz. Konsolni ochib olamiz. Konsol qismimizda ko'rganlaringdek 30 dan 35 chiqyapti. Va bu yerda bir-biriga qo'shyapti ko'rganlaringdek. Ya'ni bu yerda kichik sistemamiz ishlayapti. Endi bularni kommentga olib qo'yapman. Davom etamiz. Return operatorining ikkinchi vazifasi bu funksiya o'sha zahot to'xtatishdir. Bu xuddi kino tugagandan keyin titrlar chiqish kabi. Titrlar bilasizlar, har kino tugaganda va returndan keyin yozilgan har qanday kodni JavaScript o'qimaydi va e'tiborga olmaydi. Yana bitta kichik misol keltiramiz.
Bu yerda qisqa tahlil qiladigan bo'lsak, ko'rganlaringdek finish work degan bitta funksiyamiz bor va konsoldagi ish boshlandi deb yozdik. Returnga tugagandan keyin ish tugadi degan yozuv chiqishi kerak bizga. Va bu yerdagilar maosh berildi va let's salary degan joyimiz bor. Bu returndagi kod har doim eslaringda qolsin. Ghost kod deb ataladi dasturlash olamida. Ya'ni o'zbekchasiga arvoh kod deb ataladi. Oxirida konsol logimizni ishlatdik, ya'ni konsolga chiqish uchun. Endi ko'rib chiqamiz. Ko'rganlaringdek ish boshlandi. Bu yerdagi konsolimiz ishladi va oxiridagi return ishladi. Ko'rganlaringdek konsol bilan return bir xil ishlayapti. Bizda bu dars asosan return bilan konsolni bir-birini o'xshashligini ko'rib chiqyapmiz. Buni ham sarlavhaga, ya'ni kommentariyaga olib qo'yibman. Davom etamiz. Endi early returnni ko'rib chiqamiz. Ya'ni junior dasturchilar ko'p if else ishlatishadi. Seniorlar esa early return patterndan foydalanishadi. Ya'ni agar shart bajarilmasa, funksiyani darhol return bilan to'xtatib kodning qolgan qismini toza saqlashga harakat qilishadi. Xuddi shunday qilib biz ham ko'ramiz. Yangi funksiyaga ism agar tepadagi iflarda hech qaysi ishlamasa, oxirgi bitta return yozib qo'yamiz va bitta konsol tanitamiz. Funksiyamizning ismi va bizda raqamimiz 650 bo'ladi. Va ko'rib chiqamiz. 650 da siz kumush a'zosisiz deb chiqish kerak. Ko'rganlaringdek yoki 500 dan to'g'ri 500 dan katta bo'lsa ekan, uzr. Siz oltin, ya'ni bu yerdagi ishladi. If oxirgi oltin a'zosi ishladi. Endi buni 400 larga qo'yamiz. 400 ga qo'ygan taqdirimizda nima bo'ladi? Siz kumush a'zosisiz 2000 qilsak, ko'rganlaringdek siz, ya'ni oxirgi returnimiz ishladi. If a'zosisiz. Endi funksional zanjirlar ko'rib chiqamiz. Return bizga funksiyalarda bir-biriga ulash imkonini beradi. Bir funksiyadan chiqqan ma'lumot ikkinchisiga xomashyo bo'lib kiradi. Bu haqiqiy konveyer mantig'i bo'ladi. Uning uchun alohida misol keltiramiz. Misollar juda ko'p bizda. Har mavzuga alohida misollar keltirib, qo'ldan kelgancha ko'rgan misollaringni o'zlaring yozib analiz qilsalaring ko'proq foyda bo'ladi, esda qolarli bo'ladi.
0,9 qilgan sababi, ya'ni 10% chegirmaga to'g'irlash uchun. Endi eng glavniysi, endi zanjirni qilamiz. Zanjirni qanday qilamiz? Bu yerdagi kodlarni bir-biriga bog'lash uchun zanjir kerak bo'ladi. Alohida final result degan o'zgaruvchi qilib olamiz. Yaratib olamiz va ularni birlashtiramiz. Birinchisi format currency qo'yib qo'ydik. Endi get price bordi va ichida laptop bordi. Va konsol logni ishlatamiz. Yakuniy narx va narx qanchaligini ko'ramiz. Final result, ya'ni bu yerdagi ishlaydi. Final result, bu yerda o'zgaruvchimizni qo'ydik. Yopdik. Endi konsolimizni ko'ramiz. Ko'rganlaringdek yakuniy narx $900 chiqdi bizda. Bu ikkalasini hisobladi. 10% chegirma bilan bizga $900 narx chiqarib berdi. Bu mantig'imiz, ya'ni sistemamiz. Bugun biz funksiyalarda shunchaki gapiradigan emas, balki foyda keltiradigan qildik. Return bu funksiyaning javobgarligi bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, keyingi darsda biz arrow funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni zamonaviy va o'ta qisqa usulda yozishni o'rganamiz. Hammaga rahmat. Bu dars shuncha edi. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videolarga like bosasizlar. Ko'rishguncha xayr.